Bugun men sizlarga hayotingiz va ishlaringizni tartiblashga, vaqtingizdan samarali foydalanishga yordam beradigan, qanday qilib 20% vazifani bajarib 80% natijaga erishish mumkinligi va eng muhim 5 daqiqa qoidasi kabilarni o'zida jamlagan kitob haqida gapirib beraman. Ushbu asar haqida gapirib berishimdan oldin o'zbek tilida kitoblar haqida sifatli videolar davomli bo'lishida yordam berishingizni so'ramoqchiman. Buning uchun videoga like bosishingiz, izoh yozishingiz va do'stlaringizga ulashib qo'yishingiz kifoya. Bu amallarni YouTube algoritmi yaxshi ko'radi va videoni ko'proq odamga ko'rsatadi. Tushunganingiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Bu Brian Tracy'ning Samaradorlikning 21 yo'li kitobi. Asarning asosiy g'oyasi mashhur yozuvchi Mark Twainning agar ertalab birinchi bo'lib tirik qurbaqani yutsangiz, kunning qolgan qismi bundan osonroq kechadi mazmunidagi jumlasi atrofida qurilgan. Muallif eng qiyin va eng muhim ishlarni katta va xunuk qurbaqaga o'xshatadi. Birinchi bo'lib eng kattasi va jirkanchini paqqa tushirsangiz, kunning qolgan qismi go'zal kechadi. Chunki kun davomida bundan xunuk ish bo'lmasligi aniq deydi u. Ya'ni eng qiyin va muhim ishni hal etsangiz, qolgani osonlashib boraveradi degan fikrni ilgari suradi. Muallif buni oson va samarali qilish uchun 21 ta tavsiyani sanab o'tadi. Har bitta tavsiya bir bob bo'lib, real keyslar va raqamlar bilan asoslab beriladi. Yaxshi tomoni, fikrlar qisqa va lo'nda qilib tushuntirilgan. Boshqa bu kabi kitoblardagidek ortiqcha ezmalanish va o'tlab ketishlar deyarli yo'q. Kitobdan o'rganishingiz mumkin bo'lgan narsalardan bir nechtasi haqida gapirib o'tmasam bo'lmas. Bular eng muhimlarini belgilab olish, qaror qabul qilish va qarorlarni to'g'ri saralash. Qaror qabul qilish bo'yicha hammada ham muammo bo'lsa kerak. Ko'p odamlar mukammallikni kutib, ishni boshlamaydi yoki doimiy ravishda kechiktiradi. Muallif esa Samaradorlikning 21 yo'li kitobida bunga quyidagicha amaliy maslahat beradi. Ishga kirishish uchun o'zingizga 5 daqiqa qoidasini belgilab oling. Faqat 5 daqiqa shu ish bilan shug'ullanaman deb boshlang. Ko'pincha aynan shu 5 daqiqalik bosqich ishni to'liq bajarishga turtki beradi deydi u. Yana keng tarqalgan kasalliklardan biri kechiktirish odati. Sababsiz yoki o'zimizcha qandaydir bahonalar o'ylab topib, ishni ortga tashlayveramiz. G'oyamizni kimdir amalga oshirganida esa afsus qilamiz. Masalan, menda bunday holat juda ham ko'p bo'lgan. Bu odatni yengish uchun esa ishni bo'laklarga bo'lib bajarishni, katta ishning kichik bo'laklariga yuqorida aytganimdek 5 daqiqa faqat shu ish bilan shug'ullanaman deb kirishish bu odatdan qutulishda yaxshi samara bera oladi. Brian Tracy maqsad qo'yish va rejalashtirish haqida quyidagi tavsiyalarni beradi. Hayotingizdagi eng muhim maqsadlarni aniq yozib chiqing. Maqsadlarni qismlarga bo'ling va har kuni ularga erishish yo'lida kichik bo'lsa-da qadamlar tashlang. Dastlabki 10% vaqtni rejalashtirishga sarflash umumiy samaradorlikni 90% gacha oshirishi mumkin. Shuningdek, muallif bir vaqtning o'zida faqat bitta ishga e'tibor qaratish kerakligini ta'kidlaydi. Bir vaqtning o'zida bir necha ish qilish samaradorlikni pasaytiradi. Har bir topshiriqni to'liq tugatib, keyingisiga o'tish yaxshiroq natija beradi deydi u. Menga juda yoqqan yana bir usul 80 ga 20 qoidasi bo'ldi. Bu tamoyil shuni anglatadiki, har qanday faoliyat natijasining 80% faqat 20% harakat orqali amalga oshadi. Masalan, biznesda daromadning 80% mijozlarning 20% qismidan keladi. O'qishda bilimning 80% atiga 20% muhim materiallardan olinadi. Xo'sh, 20 ga 80 qoidasi bilan qanday ishlash kerak? Ishingizda eng katta natija beradigan 20% faoliyatni aniqlang va shu ishlarga ko'proq e'tibor bering. Kam foyda keltiradigan 80% faoliyatni qisqartirishga harakat qiling. Unga vaqtingizni ko'p sarflamang. O'zingizga eng katta o'sish olib keladigan 20% kitoblarni, kurslarni yoki mashg'ulotlarni tanlang. Daromadingizning 80% kelib chiqadigan 20% daromad manbalariga ko'proq e'tibor qarating. Ana shunda samaradorligingiz keskin oshganini his etasiz. Xulosa qilib aytganda, Samaradorlikning 21 yo'li kitobi vaqtingiz va hayotingizni tartiblashga yordam beradi. Endi bu yog'i kitobdagi tavsiyalarni hayotingizga qanchalik tatbiq eta olishingizga bog'liq. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Menga kitobda yoqqan o'xshasin shu.
Raqamlar bir kunicham bo'ldi.